Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının raisi Dolqun Aysa efendim 22 iyundan 23 iyungacha Washingtonda chaqirilgan 8 navbatlik Tibet Dünya Parlamentarlar Birligining yig'inida qilgan so'zida Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyatlarini to'sib qilishning xalqaro jamoatchiligining bosh tortib bo'lmaydigan majburiyati va insoniy burch ekanligini alohida ta'kidlab o'tdi. Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqun Aysa, Qurultay ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining mudiri Ömer Qanat, Uyg'ur harakatining raisi Roshan Abboslardan tarkib topgan Uyg'ur hayiti 22 iyundan 23 iyungacha Washingtonda chaqirilgan 8 navbatlik Tibet Dünya Parlamentarlar Birligining yig'iniga qatnashish jarayonida 20 davlatdan kelgan parlament a'zolariga Uyg'urlar masalasini anglatish fursatiga erishdi. 22 iyun kuni Dolqun Aysa boshchiligidagi Uyg'ur hayiti mazkur yig'inga qatnashgan Amerika Davlat Majlisining raisi Nancy Pelosi xonim, Hollywoodning dunyoga donliq kino cho'lpini Richard Gere, qisqartirilgan nomi NED deb atalgan Amerika Demokratiyani ilgari surish fondining prezidenti Damon McWilson, Tibet surgun parlamentining raisi Raib Kalan Khempo Sonam va Tibet surgun hukumatining bosh ministri Pempa Teresinglarni o'z ichiga olgan ko'plagan arboblar bilan, shundaqla har qaysi ellardan kelgan parlament a'zolari bilan ayrim uchrashib suhbat ilib borgan edi. Bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining ziyoratini qabul qilgan Dolqun Aysa efendim bu qitimqi yig'inda olgan ta'sirotlari haqida to'xtalib mundaq dedi. Tibet himoya qiluvchi parlamentlarlarninki yig'ini 8 navbatlik kongress ekan. Bular tunchisini 1994-yilda Dharamsalada o'tkazib ekan. Dunyodagi har qaysi davlatlardagi Tibet himoya qiluvchi parlamentlarda Tibet masalasini qanday kun tartibda tura oladi va buni qanday hukumatlarga ta'sir qilib Tibetga yordam qila oladi degan masalalar haqida o'xshamagan temalarda muzokara bo'lib kelgan ekan. Bu qatim shu bizni taklif qildi, meni kelib Tibet parlamentasininki raisi Sona taklifnoma aytib ekan. Bu yerda Xitoy hukumatiga qarshi billa turib, billa kuchimizni ko'rsatsak deb bu taklifnoma qabul qilib keldik. Tönögün bunun geçirişi Amerika Senatorusida Kengash palatasining zalida o'tkazildi. Amerikaningki yuqori darajalik amaldorlari, parlament a'zolari geçirish nutqi qildi. Nancy Pelosi geçirish nutqi so'zildi. Hollywoodning artisti Xalqaro Tibet harakatining raisi ayni vaqtda Richard Gere u kishi kelib geçirish nutqi so'zildi. Bu jarayonda bular bilan bizning ayrı ko'rishish, suhbatlashish, qisqa bo'lsin masalamizni anglatish, Tibet Sharq Turkistonliklarning har zaman taqdirimizning o'xshash bo'lganligi to'g'riliq bir suhbatlashish fursatimiz bo'ldi. Amerika hökuməti Amerika-Xitay savdo münasibətlər tarixi və Uyğur məcburi əmkiga xatim berish yo'ldagi zo'r burilish nuqtasi deb qaralgan Uyğur məcburi əmkining oldini olish qonunini ijro qilishda ittifoqdoshlarini harakatlantirishga boshlagan. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi 21 iyundan boshlab ijro qilishga boshlagan Uyğur məcburi əmkining oldini olish qonuniga asosan Sharq Turkistondan kelgan mahsulotlarga qarta məcburi əmgak mahsuloti emasligini aniq va ishonchli dalillar bilan isbotlashini talab qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, navbatda Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinken maxsus yozma bayonot e'lon qilib, Uyg'ur majburiy amkining oldini olish qonunining rasmiy ijro qilinishiga boshlaganligini, shuning bilan bir vaqtda yana Amerikaning ittifoqdoshlarini majburiy amgak mahsulotlariga qarshi harakatlantirayotganligini bildirgan. Blinken 21 iyun e'lon qilgan yozma bayonotida mundaq degan: Biz ittifoqdoshlarimiz va sheriklarimizni yer shari ta'minlash zanjirining majburiy amgakni ishlatishni xoli qilishga, Shinjongdagi vahshiylikka qarshi turishga, shundaqla bizga qo'shilib Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumatini vahshiylik va kishilik huquq dafsanchiligiga darhol xotim berishga chaqirishga harakatlantiryapmiz. Uning aytishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi Davlat Majlisi va har qaysi tarmoqlar bilan hamkorlashib, Sharq Turkistondagi majburiy amgakka qarshi kurash qilishi, qo'rqinchli kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi xalqaro hamkorlikni kuchaytirdi ekan. Blinken bayonotida Amerikaning qaysi ittifoqdoshlari va sheriklarini harakatlantirganligini tilga olmagan bo'lsa-mu, lekin Uyg'ur majburiy amgak masalasi va yer shar ta'minlash zanjirini tozalash Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yaponiya, Angliya, Yevropa ittifoqi va uning a'zo davlatlarining kun tartibidagi masalaga aylanganligi ma'lum. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 22 iyun e'lon qilgan bayonotida aytishicha, ta'minlash zanjiridagi xir sanoatlashgan 7 davlat guruhining 25 iyun Germaniyada o'tkazilgan boshliqlar yig'inining kun tartibidagi muhim masala ekan.
Kuvaytning sobiq parlament a'zosi Muhammad Hayf al-Mutayri Uyg'urlar Xitoyda mustaqillik talab qilish kerak degan. Kuvaytning sobiq parlament a'zosi Muhammad Hayf al-Mutayri bu so'zlarni yaqinda Istanbulda o'tkazilgan Xalqaro Sharq Turkistonni qo'llash ilmiy muhokama yig'inida qilgan bo'lib, u mundaq degan. Uyg'urlar Xitoyda mustaqil bo'lishni talab qilish kerak. Uyg'urlar buni bek cho'ng talab deb qarmasligi, doim talabni yuqori qo'yish kerak. Uyg'urlar endi avtonomiya talab qilmay, Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan va bulang-talang qilingan davlat deb jakarlash kerak degan. Xalqaro Sharq Turkistonni qo'llash ilmiy muhokama yig'ini markazi Istanbulga joylashgan Sharq Turkiston Ulamolar birligining uyushtirishi bilan 10-iyundan 12-iyungacha Istanbulda o'tkazilgan edi. Muhokama yig'iniga 40 tak davlatdan kelgan ulamolar, parlament a'zolari, qonunshunoslar, siyosiyonlar va jurnalistlar bo'lib, ko'p sonli kishi qatnashgan. Kuvayt sobiq parlament a'zosi Muhammad Hayf al-Mutayrining so'zlari arab dunyosidan diqqat qo'zg'agan bo'lib, markaziy Washingtonga joylashgan O'rta Sharq axborot tadqiqot o'rni uning bu so'zlarini o'z torbetida e'lon qilgan. Arab dünyasıga xitob qilgan Yangi Arab nomli tor gazetida Xitoyning moda kiyim-kechak sohasini qanday qilib Uyg'ur majburiy emgaki bilan bulg'ayotganligi haqida zo'r hajmli bir maqola e'lon qilingan. Mazkur maqolaga qo'y terisiga o'rin olgan bo'ri Xitoyning moda kiyim-kechak orqali Uyg'ur qirg'inchiligini yoshirishi deb mavzu qo'yilgan. Mazkur maqolada Xitoyning Shein nomli kiyim-kechak markasi nuqtali holda misol qilinib turib, Arab dunyosida nihoyat olqishga erishayotgan bu markaning amaliyotda emgakchilarning qon tari bo'libmi Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligi badliga kelganligi tushuntirilgan. Maqolada ko'rsatilishicha, Shein Instagram va TikTok qatorliq ijtimoiy aloqa supalarini unumli qo'llanib turib, nihoyat zo'r agash kuch to'plagan bo'lib, uning arabcha to'rining o'zida 5 millionga yaqin agash kuchisi bor ekan. Zara qatorliq o'ziga raqib markalarning loyihalarini ko'chirib, uni intayin arzon bahoda sotadigan Shein yana arab xaridorlarini jalb qilish uchun diniy yo'sinlarga moslashtirilgan uzun yobka, shalvar, ton qatorliq arab milliy kiyimlariga munosabatlik maxsus turlarni mo taraq qildirgan bo'lg'achqa, uning mahsulotlari Arab Birlashma Xalifaligi va Saudiya Arabistonda alohida yaxshi ko'rildi ekan. Maqolada Shein markasining mana shuningdek bozor strategiyalari orqali kishilik huquq buzg'unchiligi va ishchi xizmatchilarni ekspluatatsiya qilishdek qo'rqinchli reallikni yoshirib qolganligi. Aslida ishchi xizmatchilarni nachar sharoitlarda ishiltib, ularning har turli ximiyalik moddalardan zaharlanishi, haddidan ziyoda charchishdek ahvollarni keltirib chiqarayotganligi ko'rsatilgan. Shuning bilan birga Shein markasining 2014-yili Xitoy hukumatı Uyg'urlarga majburiy emgak va irqiy qirg'inchilik siyosatlarini boshlagandan tortib bu zulmga sherik bo'layotganligi tafsili bayon qilingan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.